Akalar, mana men Muzaffar akam ustaning ishlarini ko'rgani keldim. Xudo xolasa akalarimiz bitkizib qopti. Cho'tki qiladi. Ustaning o'zi hamma yo'lda ma'lumotlarni beradi. Aka, nima ishlar bo'ldi bu yerda? Bu yerda elektromontajni radiatorlar turli holda qilingan, kataloglarni karton qilib, figuralar chiqarib, aboylarga yopishtirdik bu xonani. Cho'tki qilib qilindi. Akamiz ishlarini zakonli qilib yetkazib, mana cho'tki qilib beryapti. Xudo xolasa mana ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonani ham o'ziga yarasha figura qilib, aboylar. Hamma xonamiz turli hol, radiator, elektromontaj, 100% qilishga qilingan. Ikkita xonani isitadigan pechkalarimiz ham bor. Cho'tki qilib o'rnatishib bergan akalarimiz. Uchinchi xonamiz mana. Spalniy joyi, yonboshlarning rozetkalari, qo'llari bilan o'ziga yarasha figurasi. Bu yerda ham topli pol, radiator, hamma yo'g'i bor-a bu yerda ham. Isitish tizimlari, izolyatsiyalari bo'lgan. Mana akalar. O'ta cho'tki holatlarda qo'yilgan, razmeriga bo'lgan joylar ham. Hamma yo'g'i plan bilan cho'tki qilib qilingan, mana televizor o'rnatadigan joylar, isitish tizimlari, hamma yo'q proyekt bilan bo'lgan. Xudo xolasa akami o'zi cho'tki qilib, o'ylab, noldan o'zi qilib bitkizyapti mana. Agar ma'lumot uchun bemalol nomerlarni qo'yib qo'yaman, xizmatlar bo'lsa telefon qilasizlar, akamiz o'zi hamma yo'g'ini chiroyli qilib beradi. Xizmatlar bo'lsa qo'ng'iroq qilasizlar.